Salam, ekran aldidagi barliq qarindoshlar. Yaxshimisizlar? Men Mevlan Niyozdan hammanglarga mehrlik salomlar bo'lsin. Bugun mushu bir parcha suratning hikoyasini qarindoshlarimizga so'zlab beray deb qoldim. Bu bir parcha suratga ajoyib bir hayajonliq hikoya ushirolgan. Bu suratdikisi bo'lsa, ataqliq turkpar usta san'atkorimiz Farida Qosimovimiz bo'ldi. Farida Qosimovimiz bo'lsa, ataqliq kino artisti, ataqliq naqsh cholponi, universal turkpar san'atkorimiz. Bir kuni Farida Qosimovimizningki naqshi kechiligining oldingi tayyorlik bosqichida mushundaq bir suhbat ilinib bo'lgan so'rindagi suratdi. Mushu suratda tushgan mushu kuni Farida Qosimovimizningki bir suhbati o'rlashtirilgan. Şu sorunga dahil bo'lib qoldik. Shu yerda Farida Qosimovimiz Ataydan kelib bir dasturni qo'limga tutqizib, Pig'onliq naqsha degan kinoni ko'rdim saqam, rolni bek yaxshi olibsiz, ammo meni texmo hayajonga sag'ini shu filmning naqshisi Pig'onliq naqsha degan naqshni siz ishlab ekansiz, siz yozib ekansiz, bek chiroyli yozibsiz. İcadi yo'lingiz dag'dam bo'lsin saqam deb bana qo'ldagi guldastani berib, ajoyib bir madadlarni bergan. Shuningga bu suratning tegiga dal shu Pig'onliq naqsha degan naqshini, ijodiy naqshamni kirishtirdim. Farida Qosimovimizga o'xshash, shundaq bizga ilhomlarni, madadlarni berib, bizni texmi yuksaltirishga yo'l solgan shundaq ustoz san'atkorlarimizning shundaq esil fazilatlarini o'zimizga hamroh qilib, bizmi bundan keyingi yoshlarga ashundaq madad ilhomlarni berib, texmi yukselishiga, san'at dunyomizning cho'ldarab qolmasligiga, tariximi taraqqiy qilishiga, yoshlarimizning iqtidorli yoshlarimizning ko'plab chiqishiga bir asos soladigan shundaq bir mijoz xarakterni mush ustozlarga o'xshash o'zimizga hamroh qilib, yana bir davrni to'g'ri yetaklasam va yetaklasakkan degan shu orzuni qalbimga har zamon ko'p kelyapman. Maqsad Farida Qosimovimiz ustoz san'atkorimiz bizga ashundaq madadlarni bergan. Men shu vaqtda shunda hayajonlangan Farida Qosimovimizni ajoyib yaxshi ko'ratdim. Ajoyib hurmat qilatdim. Müşahidimizдің şu madadlari yuragimda hozirgacha muhrdak, temir tomg'idek saqlaqliq. Bizmi ham yana bir davrdagi yoshlarimizga ashundaq bir hissiyatni mangu yuragida saqlay oladigan madadlarni bersakkan deyman. Hurmatli qarindoshlar, shu bir parcha rasmninki hikoyasi shu. Ataqliq san'atkorimiz, turkpar san'atkorimiz, ustoz san'atkorimiz Farida Qosimovimiz bizdan mangulik ayrilgan bo'lsa-mu, o'zining mo'ngluq melodiyalarini bizga qoldirib ketdi. Ajoyib chiroyli yaratgan obrazlari bilan yaratgan asarlarini bizga qoldirib ketdi. Esil mijoz xuluqlarini, esil fazilatlarini bizga qoldirib ketdi. Biz davomli eslab turamiz. Barcha qarindoshlarning ham shu san'atkorimizni yuragidan o'chmasligini umid qilaman, davomli eslab turishini umid qilaman.